Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar diplomatli vrach, urolog-kardiyolog, xirurg, urolog vrach, ultrasoniy diagnostika Erkinjon Yo'ldashev. Mana shu video lavhani oxirigacha ko'rsangiz bilib olishingiz mumkin. Sizdagi bo'lgan jinsiy holatni razmeri haqiqatda ham bu kasallikmi? Haqiqatda ham bu siz uchun yetarlimi? Ya'ni jinsiy aloqa vaqtida ertaga uylansangiz yoki uylangan bo'lsangiz, siz oilangizni qoniqtira olyapsizmi yoki qoniqtira olmayapsizmi? Mana shu narsani siz shu video lavhani oxirigacha ko'rsangiz bilib olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, bilasizmi, men bitta o'zimni tajribamdan kelib chiqib gapiraman. Bir bemor murojaat qilib keldi. Shundan boshlasak, ya'ni klinicheskiy situatsiya, klinicheskiy случай deydi. Klinik holat va bu bemorda haqiqatda ham jinsiy holati mikropeniya, ya'ni o'sha rivojlanmay qolgan tug'ma, uni jinsiy aloqani, jinsiy holatni razmeri u bemorda tam 4,5 santimetr. Mana bu narsa mikropeniya. Va bu mikropeniyani sababi bu yerda bemorda sindrom Klinefeltera, ya'ni o'sha yoshligidan bunda o'sha 47XX sindrom, Y sindrom bor. Ya'ni xromosomani buzilishi, ya'ni erkak kishini o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, kodi buzilib qolgan va albatta bu o'sha jinsiy holatni yaxshi o'smaslikka, ya'ni rivojlanishni pasaytirib yuborgan yoki ya'ni bu yerda rivojlanish bo'lmagan. Va bu bemorda biz nima qilamiz? Albatta bu bemorda oldin boshqa joyda tam gormonlar bilan harakat qilib ko'rishgan, katta qilishlikda va bu yerda однозначно biz aytamizki 4,5 santimetr bu juda mayda. Ya'ni buni operatsiya qilish kerak va biz bu yerda ligamentotomiya operatsiyasini qilamiz. Ichki jinsiy holat tashqariga chiqarib, yana 3-4 santimetrga katta qilib beramiz. Va bor sindrom malого полового члена. Qachonki jinsiy holat razmeri 8, 9, 10, 12 santimetr ham даже bo'lishligi mumkin. Mana shu bemorlarni agar qoniqtirsa, biz buni teginmaymiz. Ya'ni nimaga teginmaymiz? Chunki bemor bu bilan liboy ayol kishi bilan yaqinlik qilishligi mumkin. Liboy ayol kishini qizligini olishligi mumkin agar uylansa va qoniqtirishligi mumkin. Shuning uchun kelgan bemorlarda ko'plarida jinsiy holat maydaligini ko'rsak ham, 10 santimetrni ko'rsak ham biz so'ramaymiz undan. Ya'ni sizda mayda ekan, katta qilib beramiz. Yo'q, indamaymiz, chunki bemorni qoniqtiryapti. Lekin mana shu holatda agar uni miyasi o'tirib qo'ysa, meniki mayda, ertaga problema bo'ladi desa, albatta biz bemorga tushuntirishga harakat qilamiz. Ya'ni senda problema bo'lmaydi, lekin katta qilish xohlasangiz qilamiz, xohlasangiz qilmaymiz. Ya'ni buni qilish shart emas deb biz обязательно aytamiz, chunki asos bo'lishi kerak operatsiyaga. Ya'ni buni katta qilish faqat operatsiya. Va 3-chi bemorimiz bu 15 santimetr yoki 16, даже bir xilda 18 fildagi osilib yotibdi, lekin jinsiy holatimni katta qilaman deydi. Bu yerda peninna dismorfobiya degan kasallik. Qachonki dismorfobiya bu ko'plarda bo'ladi, ya'ni o'zini o'sha jinsiy holatni razmeridan yoki o'zini tashqi ko'rinishidan недовольный odamlar o'sha dismorfobiya deyiladi. Bu yerda bemor jinsiy holatini o'sha razmeridan qoniqmayapti va mana shu qoniqmaslik bu bemorni bizga olib kelgan va bu yerda biz harakat qilamiz tushuntirishlikka va bemorni bunaqa holatlarda operatsiya qilmaymiz. Qolgan holatlarda buni faqat bitta katta qilishni butun dunyoda o'ylab, bu bitta ligamentotomiya, ikkinchisi gyaluronoviy kislota va polimolочная kislota. Mana shu 3 ta narsa va 4-inchisi extender taqishlik yoki bo'lmasa extenderdan yoki pompa bilan qilishlik. Mana shu 4 ta narsa haqida gaplashaylik. Birinchisi bu ligamentotomiya. Jinsiy holat, ichki jinsiy holat tashqariga chiqarib katta qilishlik. 3-4 santimetrga joyda katta qilsa bo'ladi va mana shu operatsiyani biz qilamiz. Qachonki mana bunday ko'rsatma bo'lsa. Ikkinchisi gyaluronoviy kislota. Bu jinsiy holatni o'zini uzunasiga emas, eniga o'stiradi, lekin bu vaqtinchalik. Shuni oldindan aytib qo'yaylik, bu arzon emas. Ya'ni shu ligamentotomiyani narxi bilan bashli bir xil va buni asorati ligamentotomiyadan даже ko'proq seryoznroq. Ya'ni bu yerda o'sha nagnoение bo'lishligi mumkin jinsiy holatda va bu katta problemalarga olib kelishi mumkin. Даже bir holatlarda jinsiy holatni olib tashlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz klinikamizda juda kam holatlarda shu gyaluronoviy kislotani qilamiz, chunki bemorlarga biz to'g'risini tushuntiramiz. Gyaluronoviy kislota bu umr botisiga yetmaydi. Bu narsa vaqtinchalik, ya'ni 1 yil, 1,5 yilgacha so'rilib ketadi. Va bunda agar asorat bo'lsa, bu asoratni
to'g'rilash qiyinroq va серьезныйroq. Shuning uchun agar haqiqatda ham muammosi bo'lsa ligamentdan yiqiladi. Uchinchisi polimolочная kislota. Polimolочная xuddi gialuronaga o'xshaydi, lekin bu so'rishi qiyinroq. Bu ham ko'p yesa 1,5 yilga yetadi. Prosta boshida buni agar misol gialuronik kislotada birorta problem bo'lsa, uni chiqarib tashlashga imkoniyatga egasiz. Lekin polimolочкani chiqarish juda qiyin. Shuning uchun bir narsani qo'yyapsizmi, bu narsalarni o'ylab qilish kerak. Agar siz shu asoratlarga tayyor bo'lsangiz va bu narsa vaqtinchaligini bilib shuni qilayotgan bo'lsangiz, пожалуйста, biz buni qilamiz. U unaqa katta operatsiya hisoblanmaydi, lekin puli qimmatroq, bu narsa qimmat turadi. To'rtinchisi ekstender yoki bo'lmasam bu tortishlik jinsi holatda bular hammasi neudobniy narsalar. Ya'ni siz faqat jinsi holatda tortishingiz kerak yoki bo'lmasam ekstender taqishingiz kerak va ko'pga katta bo'lsa 1 santimetrga katta bo'ladi. Shuning uchun hurmatli obunachilar, sizda muammo bormi? Birinchi o'sha vijdonli shifokorga murojaat qilishingiz kerakda, shu ish bilan shug'ullanadigan, ya'ni o'zini vijdoni, o'ziga nima xohlasa sizga ham shuni xohlash kerak o'sha. Ya'ni o'zida shunaqa problem bo'lsa katta qilarmidi, qilmasmidi? Birinchi savol. Ikkinchi savol, o'ziga nimani xohlasa sizga xohlashligi. Va agar o'shandan to'g'ri, uchinchisi to'g'ri sizga tavsiya berishlik. Ya'ni shu haqda haqiqatdan katta qilish kerakmi, kerak emasmi degan savolga keladigan bo'lsak. Va hurmatli obunachilar, mana shu kasallikda agar haqiqatdan kasallik bo'lsa, buni davosi bor, lekin buni hammasi endi shifokorning ko'rigida bo'ladi. Qabulga kelganda. Ya'ni bu yerda sizga to'g'risini biz bemorlar qabulimizga kelganda to'g'risini aytamiz. Haqiqatdan ham sizda shuni katta qilish kerakmi, kerak emasmi? Bir xilda katta qilish kerak bo'lsa, unga отказ beramiz. Katta qilish kerak bo'lsa, qilamiz. Va mana shunga qarab ish qilinadi. Hurmatli obunachilar, shu haqda sizda savollaringiz bo'lsa va siz haqiqatdan mayda deb o'ylayotgan bo'lsangiz yoki birorta savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozing va bizga agar shu muammo bo'yicha murojaat qilib kelmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz Moskva shahridamiz. Toshkentda 2-3 oyda kasallarni qabul qilamiz. Va o'ylaymanki, bu haqda ko'plarni bu qiziqtiradigan mavzu va boshqalar bilan albatta bu bizni video lavhamizni do'stlashing, поделиться qiling va bizga obuna bo'ling. Salomat bo'ling.